Assalomu alaykum oxir qo'llar kuzatuvchilari. Mana 6-hammomda obyektimizni yakunladik. Xudo xolasa mana bu xazayindan biz haqimizda ma'lumot eshitasiz. Assalomu alaykum. Siroj aka, sizga katta rahmat. Endi u videoda ham ko'rinib turibdi, menimcha ishingizga baho berish shart emas. Mana hammasi ko'rinib turibdi aka. Biz juda ham xursandmiz. Shu sizni topganimizga, Instagram orqali topgandik. Mana uyimizni remonti hammasi cho'tka bo'lgan. Hali bu shu ishingiz yoqqanligi uchun hali ikkinchi uyimizga tushirmoqchi bo'libmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Hali siz bilan ko'p ishlashamiz degan niyatdamiz aka. Juda xursandman aka. O'zi bir uyda videosidan ham ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Ishimiz o'zi 1 oyda bo'ladi dedingiz, 25 kunda, 23 kunda qilib berdingiz. Xudo xolasa. Shunga rahmat aka. Sizlarga Rahmat aka, uyda qabul qilib oldik. Rahmat. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, hech qanday kamchilik bo'lgan yo'q. Ovqat tashiganimiz yo'q. Uyni tozalashga ham odam chaqirganimiz yo'q. Biz shunday uyni topshirdik, tayyor uyga keldik aka. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, charchamang.